Ular bizga qorong'i tushganda daryoga yaqinlashmaslik kerakligini aytishdi. Lekin siz yosh va ahmoq bo'lganingizda, ogohlantirishlar jur'atga o'xshaydi va shuning uchun daryoning nafas olishini birinchi marta eshitgan tun meni hech qachon tark etmaydi. Chunki bu tovush suvning mayin chayqalishi yoki qamishlarga urayotgan odatdagidek shovqin emas edi. Bu chuqur, chozilgan va hol edi. Xuddi shu lahzalarda havoni sorib yuboradigan narsa kabi edi. Qirg'oqqa engashib, men oyoqlarim ostida erning titrayotganini his qildim. Go'yo yerning o'zi nafas chiqarayotgandek, suv go'yo uning yuzasi ostida tirik mavjudotning zarbasini olib yurgandek ko'tarilib, pastga tushdi va oy nuri oqimga qarshi sekin va ataylab harakatlanadigan to'lqinlarni ko'rsatdi. Go'yo u tabiiy bo'lish uchun juda mukammal doiralar bo'ylab tarqaldi. Men qotib qoldim. Boshqa qaray olmadim, chunki suv shishib ketganda, u deyarli shivir-shivirga o'xshash, past va galvirli sozlarni o'zi bilan birga olib bordi. Men tushuna olmayotgan, lekin miyamga bog'uvchi kuch bilan bosdi. Xuddi bosh suyagimga singib ketmoqchi bo'lgan qadimiy ovozning aks-sadosi kabi va men buvimning daryoga qanday baliq ovlagani va qanday qilib qaytib kelmasligi haqida o'yladim. Suzuvchi chiroqlar ortidan g'oyib bo'ldi. Qanday qilib bir marta, uzoq vaqt oldin, daryo butun tun davomida oqishini to'xtatdi. Muzlab qolmagan, to'silgan emas, balki to'xtab qolgan. Go'yo ertasi tongda jasadlar to'lqinini chiqarishdan oldin nafasini ushlab turgandek, yuzlari oqarib ketgan, ko'zlari katta, o'pkalari chirigan tuxumdek hidlanib qolgan suvga to'lgan edi. Lekin men o'sha narsani ko'rdim. Yana shishib ketdi. Men uzun va odamga o'xshagan shaklni ko'rdim. Go'yo ostidan nimadir ko'tarilishga urinayotgandek, uning konturi cho'zilgan teriga o'xshab qiyshayib ketgan, so'ngra yuzi yorilib ketgan, suzuvchi kabi ko'rinmay, daryo yuzasiga xuddi shishadek yaslangan, yuzlari buzilib ketgan va oqarib ketgan. Ogiz yanada kengroq ochilib, qabariq eshitilardi. Lablari bo'lishi kerak bo'lgan joyda jimgina bo'ldi va keyin u kelganda yuz qaytib pastga soriladi. Uzoq nafas bilan suv qaltirab qoldirib, go'yo havodan iliqlikni sudrab, nafasim qish bo'lmasa-da, oldimda tuman bo'ldi. Orqaga qadam qo'yganimda, tovonim shohni sindirdi. Yoriq g'ayritabiiy tarzda aks-sado berdi va bir zumda shivir-shivirlar yanada keskinlashib, qatlam-qatlam bo'lib ketdi. Ovozlar xori quloqlarimga bosilib, qon ketishini o'yladim. Ismimni chaqirdi. Yo'q, qo'ng'iroq qilmadim, taqlid qildim. Ular meni takrorlashdi. O'sha oqshomdagi ovozimning o'ziga xos jarangini takrorlashdi. Kulishimni masxara qilishdi. Duduqlanib qolgan joylarimda duduqlanib, zulmatda pichirlagan ming nusxaga o'xshab, qayta-qayta bir-biriga yopishib olishdi. Men yugurmoqchi bo'ldim, lekin daryo tugamadi. Chunki o'girilib qarasam, orqamdagi qirg'oq bo'lishi kerak bo'lgandan ham yaqinroq ekanini, othol bo'lib ketganini, loy oyoq kiyimimni so'rayotganini ko'rdim va ich-ichimdan qo'rqib, daryo qochib ketganini, qirg'oqga tirik mavjudotdek men tomon sudralib kelayotganini, suv yuqoriga cho'zilib, barmoqlarimning jingalaklardek jingalak bo'lib qolganini tushundim. Va men baqirishga ulgurmay, atrofimdagi havo mog'or, chokib ketgan narsalar, eskirgan chirish hididan quyuqlashdi va har qadam chuqurroq botib, tanam og'ir, tun og'irlikdek bostirib borsa-da, gandiraklab, yo'l tomon ortga qaytdim. Shunda men korish burchagidan suvdan bir narsa sudralayotganini ko'rdim. Odamga o'xshagan, lekin noto'g'ri egilgan, yelkalari buralgan, boshi bir tomonga osilgan, sochlari ko'zsiz yuzga to'g'rilab oqayotgan. Shunchaki ichi bosh rozetkalardan qora suyuqlik oqib chiqayotgan, ko'kragi esa daryoning har bir ritmi bilan ichkariga kirib chiqayotganini ko'rdim. Go'yo jonzotning o'pkasi va daryosi birdek yuqoriga qarab, har bir nafas olayotgandi. Yer titrayotgandek bo'ldi. Ildizlar yorilib ketdi. Daraxtlar narsaga ta'zim qilgandek ichkariga egilib, u og'zini odamdan kengroq, juda keng ochdi va undan girtlagan ovoz keldi. So'z emas, balki chokish ovozi va men qo'llarimni quloqlarimga mahkam bog'lagan bo'lsam-da, bu ovoz boshim ichida, suyaklarim ichida edi. Menga yaqinroq kelishimni aytdi. Iliqlik, yengillik, tinchlik va'da qildi va men bunga deyarli ishondim. Daryo bo'yida loyga to'plangan bolalarning jaglari xuddi olimdan keyin qichqirayotgandek ochiq, vahima ko'tarildi va men yugurdim. Qamishzorlar orasidan qoqilib, har biri terimni pichoqdek kesar, shivir-shivirlar meni quvib. Endi meniki bo'lmagan ovozlarda ismimni qayta-qayta takrorlar. Butun daryo orqasidan ergashish uchun oldinga egilgandek kuchayib borayotgan ovozlar. Qishloqning chiroqlari daraxtlar orasidan o'tib ketguncha to'xtamadim va nihoyat ortga qarashga jur'at etganimda, daryo sokin, mutlaqo jim ko'rindi, go'yo hech narsa bo'lmagandek, lekin men uning tomosha qilayotganini, kutayotganini, nafas olayotganini bilardim. Kechalar davomida men buni uyqumda eshitdim. Nafas olish va nafas olish, sekin va barqaror.
Ba'zan uyg'ongunimcha nafas olishimga to'g'ri keladi. Ko'kragimga nimadir bosayotganiga amin bo'ldim va hozir ham, yillar o'tgan bo'lsa ham, odamlar hali ham o'sha daryo yonida g'oyib bo'lishadi. Garchi ularning jasadlari hech qachon topilmasa va men uning yonidan o'tganimda shamolning tezligiga taalluqli bo'lmagan to'lqinlarni ko'raman. Nafas olish va daryo tirikligini bilaman, uning ochligini bilaman va eng yomoni, u meni eslaydi. Chunki kecha o'sha la'nati joydan millarcha uzoqlikda derazam chetida turib, qasamki, men ovozni yana eshitdim. O'sha nam nafas, o'sha uzoq va og'riqli nafas va pastga qaraganimda, uyimning ostidagi yer xuddi uyimga qarab suv namlangan edi.